Bilasizmi, futbol tarixida shunday bir o'yinchi bo'lganki, unga qarshi maydonga tushishni hech kim xohlamagan. Uning gollari yoki mahorati uchun emas, balki shafqatsizligi sababli. Bu futbolchi professional futbolda qizil kartochkalar olish bo'yicha mutlaq rekordchi hisoblanadi. 50 dan ortiq. U shunchaki tajovuzkor emas, u umuman qo'rqmas edi. U hech qachon taslim bo'lmagan, ikkilanmagan va ro'parasida kim turgani unga umuman qiziq bo'lmagan. Hatto eng zo'r futbolchilar ham uni aldab o'tishdan oldin 2 marta o'ylab ko'rishardi. Hakamlar esa uni birinchi soniyadanoq diqqat bilan kuzatib borishgan. Muxlislar shuni yaxshi bilishardiki, agar u maydonda bo'lsa, har qanday narsa yuz berishi mumkin edi. U o'z mamlakati uchun o'ynadi. O'zi taqqan har bir klub libosi uchun jang qildi. Boshqalar sovrinlar ortidan qo'yayotgan bir paytda u tartibsizlik, ehtiros va qo'rquvdan iborat meros yaratdi. Qizil kartochka uning tashrif qog'oziga aylandi. Maydon uning jang maydoni edi. Har bir o'yin esa haqiqiy urushga aylandi. Xo'sh, bu qaysi o'yinchi ekanligini bilasizmi? Uning ismini izohlarda yozib qoldiring. Eng so'nggi o'yinlarni jonli efirda tomosha qilish va qaynoq yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lish uchun BV Sport Telegram kanaliga obuna bo'ling.